Bugungi matematika to'garak darsimizda dam olish daqiqamiz mantiqiy savol-javob o'yiniga tayyormisiz? Ha. Boshladik. Bir qo'l bilan kutib oladi, ikkinchi qo'l bilan kuzatib qo'yadi. Eshikning dastasi. Nimani yerdan dumidan ushlab yerga tashlab bo'lmaydi? Ip g'altak. Og'izga joylashib olgan daryoni nomi? Og'zimizdagi milkimiz. Milkimiz. Qanoti yo'q, uchadi. Biz uni to'xtata qolmaymiz. Vaqt. Vaqt. Qaysi hayvon ko'zi ochiq uxlaydi? Baliq. Rahmat. Boradi, keladi, bolalarga u juda yoqadi. Belanchak. Qaysi son kes so'zi o'rnida qo'llasa bo'ladi? 40 son. Son. Ota har qachon bolasiga beradigan narsani ona bera olmaydi. Otasining ismi. Yaxshi. 2 litr sutni qanday qilib 1 litr bankaga joylash mumkin? Tvorog qilib joylash mumkin. Nima yura oladi-yu, yugura olmaydi? Quruq tosh. Nima yura oladi-yu, yugura olmaydi? Suv. O'tdi. Qanday odam oyoqsiz yura oladi? Odam oyoqsiz yura oladi? Shaxmat? Qo'llarda 10 ta barmoq, 5 ta barmoqda nechta barmoq? 50 ta. 50 ta, barakalla. Suv tagida qanday tosh bo'lmaydi? Quruq tosh. Barakalla. Qaysi hayvon soqoli bilan tug'iladi? Qaysi hayvon soqoli bilan tug'iladi? Echki. Echki, barakalla. Qanday odamni yomg'irda ham boshi ho'l bo'lmaydi? Kal odam. Bu yil tarvuz qovun bo'lmas ekan. Bu yil qovun tarvuz bo'lmas ekan. Albatta bo'lmaydi, chunki tarvuzni urug'ini egib qovun olib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. To'g'ri javob edi. Rahmat. Hammangizni ishtirokingiz uchun rahmat.